Assalomu alaykum, bratim. Tushunyapsizlarmi buni ma'nosini? Bizni loq deb o'ylaydi bular. Aslida ular o'qigan kitobni biz yozganmiz. Tushunyapsizlarmi buni ma'nosini? Jonkan mani, Sasujan mani, Asadjon mani, o'zimni jonkan mani. O'zim o'zim kitomondan Xudoga soldim garotchi. Shunchaki kulib qo'ydim. Hola. Shofir hammasi yaxshi bo'ladimi? Eson-omon uyimizga yetib olamiz. Albatta, qo'rqmanglar. Gavga chiqyording. Lekin taslim bo'lmaymiz. Xudoga shukr qilamiz. Bor yo'g'i bu yengil shamol. Buni yengil shamol deb hisoblaymiz. Oldinda bundan da battar bo'ronlar keladi. Bo'ronlarga tayyorgarlik bo'lmoq lozim. Azroil so'ramasdan kelgay do'stlar. Shoshilma, sekin. Tezlik bu yerda kerak emas. Bu yerda ritmga tushish kerak, eng muhimi. Nima deysizlar? Biz sportkar olamizmi? Obbo, bir minut sabr qilasizmi yo'qmi? Hech kimga gapirasiz? Jog'iz tegmaydi. Sabr qiling, qani nima? Uzr, hayajonlanib ketdim. O'g'la bir like bosmaysizlarmi? O'tirmanglar. Uchramay efir oldi. Hech kim bir gulam tashlamaydi, naq like ham bosmaydi. Joninglar omon bo'lsin.